Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga oxirgi kelgan yangiliklarimizni ko'rsatib o'taman. Sizlar obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyada sizga necha o'lcham kerak bo'lsa yozib bemalol qoldirsangiz bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin, Samarqand Sakzovodida ishlab chiqarilgan, juda ham qalin bo'lgan katifimiz. O'lchami 3,5 ga 5 metrlik bo'ladi. Gullari nihoyatda chiroyli. O'lchamlariga keladigan bo'lsak, 3 ga 3 o'lchamdan 3 ga 8 o'lchamgacha, 3,5 o'lchamdan 3,5 ga 8 gacha, 4 ga 4 o'lchamdan 4 ga 8 gacha gullaridan, razmerlaridan kelgan. Gullaridan 2 xil, 3 xil variantlari bor. Kelib bemalol tanlab olsalaring bo'ladi. Manzilimiz Farg'ona shahrida, Qumtepa bozorida. Mebel tomondan kirganlaringda oxirida 439-do'kon. Bu qalin katifimiz. Buni bir yo'li sizlarni kuttirmasdan narxini aytib o'tib ketaman. O'zimiz shunday kelgan klientlarga kvadratini 190 ming so'mdan 200 ming so'mgacha sotamiz. Faqat YouTube'dan 30-maygacha kelib ulgurib bizni ko'rib kelgan klientlarimizga 146 ming so'mdan qilib beramiz. Bunga o'xshash, jicha bundan narxi yengilroq bo'lsin deganlar uchun bu gilomimizni ham ko'rishlaring mumkin. Bunisi o'rta qalinlikda bo'ladi. Ikki boshi popili, juda ham gullari chiroyli. Bundan ham 2 xil gulidan kelgan. Buni ham hamma o'lchamidan bor, daji 2,5 ga 5 o'lchamlarigacha kelgan. Bunisini kvadrat narxi 85 ming so'mdan qilib beramiz. Stabilni eng kamida 100 ming so'm sotiladi. Buni men sizlarga vibrlarni ko'rsatib o'taman. Sklatga kirsalaring. Xullas, yangiliklar ko'p kelgan. Xohlagan o'lchamlaringdan kelib tanlab olsalaring bo'ladi. Dastavkalarimiz Farg'ona shaharicha bepul qilib beramiz. Andijonga, Qo'qonga, Toshkentga, Namanganga dastavkalar bor, kelishilgan holatda. Bemalol u tomondan ko'rib keladigan klientlarimiz uchun ham narxlarini o'ta ham chiroyli narxda qilib beramiz. Bu tomonni ko'rishlaring mumkin. Ancha-muncha joyda topilmaydigan 2,5 ga 5 o'lchamlarigacha olib kelib qo'yganmiz. 3 ga 4 deysizmi? 3 ga 3 mi? 3 ga 3,5 mi? Xullas, liboy o'lchami bor. 3,5 ga 4,5, 3,5 ga 4, 3,5 ga 8. Hayolingizga kelgan razmerda topsangiz bo'ladi, faqat standart o'lchamda. 4 ga 4 o'lchamdan 4 ga 7 o'lchamigacha, 4 ga 8 o'lchamigacha olib kelib qo'yganmiz. Ularni ham ko'rishlaring mumkin. Bemalol kelib xohlasalaring o'zlaring tanlab olsalaring bo'ladi. Xohlasalaring rasmlarni tashlab beramiz sizlarga. Keyin aniq ma'lumot olish uchun bir qator telefon qilib kelsalaring adashmovchilik bo'lmaydi. Kimdir metr bilan kvadratini hali yaxshi tushunmagani uchun bemalol telefon qilib aniq ma'lumot olib kelsalaring yaxshi bo'ladi. Metrajnilarni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Bular eng hadavoy sotilayotgan Qumtepa bozorida ham, Bag'da ham eni 3 metrlik bo'ladi. Metrini 200 ming so'm sotyapti. Faqat 30-maygacha bizni YouTube'dan ko'rib kelganlar uchun pagonni metrini 150 mingdan, kvadratini 50 ming so'mdan qilib beramiz. Bu Samarqandning taftin paloslari. Bularning ham 5-6 xil guli bo'ladi. Komplektiga keladigan bo'lsa, eni 80 dan eni 4 metrligacha mavjud. Bularning kvadratini sardiki qalininiki 65 ming so'm sotiladi. Hozir kvadratini 30-maygacha razmerlarni olib kelasizlar, xohlagan o'lchamlarni tayinlab beramiz. Kvadratini 50 ming so'mdan qilib beramiz. Bularning nari gullarini ham ko'rsatingda. Bulardan pachkalarni olib kelib qo'yganmiz. Xullas, taftin palosdan muammo bo'lmaydi. Bularni ham ko'rishlaring mumkin. Nestandart o'lchamlarga ham moslasak ham, kessasak ham guli buzilmaydi. Xohlasalaring bulardan avvalni qilib tayinlab beramiz o'lchamlaringga. Umuman guli buzilmaydi. 2 xil tomondan 2 xil to'g'lanadigan gilomimiz. Eni 3,5 metrlik bo'ladi. Bularning kvadrati standart eng kamida 180 ming so'mgacha sotilyapti. Faqat bizning obunachilarimizga 126 ming so'mdan qilib beramiz. Ko'rishlaring mumkin. Ipi vobshe to'g'lanish chiroyli gilom. Sifatlari ham ancha yaxshi bo'ladi. Bemalol yuvib ishlatsangiz bo'ladi. Eng kami 10 yil xizmat qiladi. Bu tomonda ham eni 4 metrliklar, bu tomonda ham kelib, xullas o'zingizga yoqqan kativadan tanlab olsangiz bo'ladi. Hammasi qimmatbas, o'rta qalinlikda ham mavjud. Bularni ham ko'rishlaring mumkin. Bularni ham xullas hamma o'lchamlaridan bor. Bularning kvadrati 50 ming so'mdan. Farg'ona shaharicha misol uchun o'lchab oladigan yoki ko'proq kvadrat oladigan bo'lsalaring, bemalol telefon qilsalaring, bularni ham kelishib aniq qilaveramiz.
Ularni ham ko'rishdim. Bundan ikkita rulon qolgan xolos. Bu kvadrati 100 ming so'm sotiladi. O'sha attachentoga o'xshab tovlanadigan gilomimiz. Ikkita rulon qolgani uchun kvadratini 75 ming so'mdan qilib beramiz buni. Bu tomonda hamyonbop bo'lgan 4x4 xullas bo'ladi. 4x4 o'lchamidan 4x7, 4x8 o'lchamigacha bo'ladi. Bularni ham kvadratda 50 ming so'mdan misol uchun sizga 4x4 o'lchamingiz 800 ming so'mga, 4x5 o'lchamingiz xullas 1 million so'mga bitadi. Bu tomonda misol uchun bunaqa laxta qolgan o'lchamlarimiz bo'lib qolsa, sizlarga narxlari 30% gacha chegirmada tushadi. Shularni ham kelib olsalaring bo'ladi. Bu laxtalardan agar razmerlaringiz chiqib qolsa, qalin gilomni misol uchun o'rta qalinlikdagi gilomni narxiga olishlaring mumkin. Keyin eng hadovoy sotiladigan kачество mana shu o'rta kачество bo'ladi. Buni eni 3,5 metrlik, 4 metrlik, 3 metrlik, xullas xohlagan o'lchamlaringdan topsalaring bo'ladi. Endi men sizlarga videoda faqat bitta gulini ko'rsatib o'tyapman. Buni gilomimiz zavodi Samarqand Yek zavodida ishlab chiqariladi. Juda ham orqa kanoplari ham zich to'qilgan. Xullas bu gilomimiz kvadratining narxi 110 ming so'mdan, standart 135 ming, 140 ming so'm sotiladi. Xullas haligini bitta yaqinroqdan ko'rsataylik-da. Xohlagan o'lchamlaringdan, xullas 4x4 o'lchamdan 4x8 o'lchamgacha topsalaring bo'ladi. 4x8 ko'p joyda topilmaydi. Bemalol kelib yoqtirib olsalaring bo'laveradi. Kesalaring sizlarga 3-4 xil gullarini yoyib, ko'nglaringga yoqqandaqa qilib, ishlaringni cho'tki qilib bitkazib beramiz. Manaqdan boshlab kelaveramiz. Apparatlarimiz cho'tkilarini olib kelib qo'yganmiz. Xullas razmerlarga metraj oladigan bo'lsalaring, averlo ham qilib beraveramiz. Endi orzu keldi, bag'iga tikamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha bo'pti, sog' bo'linglar.